Jin kirgan odamda qanaqangi belgilar bo'ladi? Jin kirgan odamdagi belgilarning birinchisi og'ir bo'lib qoladi. Hech narsa yoqmaydigan, og'ir bo'lib qoladi. Ikkinchi, jamoatchilik joylari yoqmay qoladi. Jamoat masjidlarga kira olmaydi, qarindosh urug' yig'iladigan joylarga kira olmaydi. Uchinchi, ko'p vaqt o'ylaydigan bo'lib qoladi. O'y fikrga botib qoladigan, ko'p o'ylonchan bo'lib qoladi. To'rtinchi belgisi, agar savdo qilayotgan bo'lsa, qo'li savdoga bormaydi. Agar savdosiga sehr qilingan bo'lsa yoki ishxonasiga kelmaydigan bo'lib qoladi. Yoki do'konida tovarlari zo'r, arzon, unikini olmaydi, qo'shnisinikini olaveradi. Yoki oilada er-xotin munosabatlari buziladi. Besabab kuyov ayolini yoki aksi yomon ko'radigan bo'lib qoladi. Arzimagan narsalarga urishaveradigan, uyda turadigan bo'lsa, chidamaydi, siqilib ketadi, ko'chaga chiqsa yaxshi yuradi, yomon ko'rib qoladi, hidi ham yoqmaydi, ovozi ham yoqmaydi. Har bir joyda har xil bo'ladi. Ba'zilar ishda, ba'zilar oilada, ba'zilar savdoda, ba'zilar o'rtadagi aloqalarda, xullas inson mo'tadillik holatidan chiqib ketadi. Yana ham domlaga bormay bilmoqchi bo'lsangiz, Baqara surasini baland qilib qo'yib, qulog'ingizga naushnikni tiqib, tavsiya qilardik, Meshar Rashid emas, Mahmud Xalil Husariyga o'xshagan ovozi yo'g'on, dag'al qorilarni Baqara surasini bir tinglab ko'ring. Xo'p, jin kirganini bildik. Endi nima qilamiz? Buni albatta kelgusi majlisimizda aytamiz.